Sog'liq inson uchun eng katta boylik, lekin hayot tashvishlari, noto'g'ri ovqatlanish va kam harakat turmush tarzi sabab ba'zan sog'lig'imizga yetarlicha e'tibor qaratmay qolamiz. Natijada kutilmaganda turli xastaliklar, ayniqsa endokrin kasalliklari paydo bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda eng ishonchli tayanch malakali shifokorlar va zamonaviy tibbiyot muassasalaridir. Ana shunday muassasalardan biri Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Farg'ona filiali. Bu yerda bemorlarga yanada qulay va sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish maqsadida qo'shimcha servis xizmati yo'lga qo'yilgan. Bu yerda bemorlar lor, uzi, rengen, nevropatolog, pediatrist, travmatolog, xirurg, oftalmolog va kardiolog kabi malakali mutaxassislar ko'rigidan o'tib, kompleks tibbiy xizmat olish imkoniyatiga ega. Qisqacha aytganda, muassasada barcha turdagi gormonal tekshiruvlar, shuningdek qon va siydikdagi qand miqdorini aniqlash zamonaviy, yuqori texnologik tibbiy uskunalar yordamida amalga oshirilmoqda. Bizga quvvat, energiya kerak ekani, uni biz nimadan olar ekanmiz? Glyukozadan olar ekanmiz. Ovqat yedim, oshqozonimdan ichaklarim orqali qonimga so'rildi va mani bitta organim bor ekan. Respublikada yagona hisoblangan diabet maktabi faoliyati bemorlarga o'z salomatligiga oid savollarga javob topish va kasallikni to'g'ri nazorat qilishni o'rganish imkonini beradi. Shu ham sabab kelib chiqishi mumkin. Yoki kimdadir qo'shimcha kasalligi bo'lishi mumkin. Masalan, qalqon simon bezdan, buqoq. Raqamlarga nazar tashlaylik. 2025-yilda jami 1436 nafar bemor mazkur bo'limda davolanib chiqqan. Shu bilan birga 52 nafar chet el fuqarosi ambulator sharoitda, 22 nafar esa statsionar sharoitda davolangan. O'tgan yilda bo'limda 17 nafar bola va o'smirlar ham davolanib chiqqan. Bizi bo'limimiz 30 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, bizi bo'limimizda asosan shu endokrin tizimi bilan og'rigan bemorlar yotib davolanishadi va tekshiruvdan o'tadilar. Ordersiz, to'g'ridan to'g'ri, navbatsiz kelib yotib davolanishlari mumkin. Bizda asosan Farg'ona viloyati aholisidan tashqari boshqa viloyatlardan va qo'shni respublikalardan Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston fuqarolari ham kelib turadilar. Shifoxonamizda shu pulli xizmat bo'limi tashkillanganligini ko'p bemorlarimiz bilmaydilar. Bizni pulli xizmat bo'limimizda hamma sharoitlar va tekshiruv diagnostika usullari yaxshi rivojlangan, kelib yotib davolanishlari mumkin. Avvalo hech kim kasal bo'lmasin, ammo issiq jonmiz. Ba'zan turli xastaliklardan hech kim kafolatlanmagan. Shunday paytlarda shifoxona jamoasi aholi salomatligini asrash va bemorlarga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish uchun doimo xizmatda. O'zbekiston tumani Epan shahridan kelganman. Kelgan kunim sahrim 17 edi, hozir 6 ga tushdi. Mana shu yerdagi doktorlar, hamshiralar, qizlarni harakati bilan sog'ayib o'tiribman mana. Sharoitlar juda zo'r, xudo xolasa. Ovqatlar 4 mahal ovqat. Bu yerda boshlig'i Ozodbek Haydarovichga katta rahmat. Sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'iga ham rahmat, viloyat hokimiga ham rahmat, prezidentimizga rahmat. Shunaqangi yangi endokrinologiya binosini viloyat bo'yicha bitta qilib qurib bergani uchun bizga o'xshagan bemorlar kelib mana 3 kun, 4 kunda birpasda sog'ayib uyiga ketishyapti.